Biz foizga ishlamaymiz o'rtoqlar. Like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar uchun bugun 5-mikrorayon 5-etajdan zamonaviy remontga ega bo'lgan domni obzor qilib beramiz. Kvadrat keladigan bo'lsak 48 kvadrat, xonasi keladigan bo'lsak 2 xonali. Xo'sh, obzorimizni boshlaymiz. Remontlarni ko'rib maza qilasizlar. Xo'sh, obzorga keladigan bo'lsak, zamonaviy aboylardan qilingan, patologlarni ham zamonaviy remont qilib qo'yganlar akam o'zlari uchun. Xo'sh, ikkinchi xonasiga keladigan bo'lsak ham, ikkinchi xonasi ham zamonaviy aboylar o'rnatilgan. Xo'sh, orqa tomonida bolalar bog'chasi, yana 200 metrdan keyin maktab joylashgan. Qulayliklari ega domimiz. Xo'sh, 5-etajda joylashgan, liftlari ham bor. Ikkinchi xonasi ham yorug'gina, chiroyli aboylardan qo'yib qo'yganlar. Patologlari ham zamonaviy, pollari laminat qilingan. Ikkinchi xonamizda ham oshxonasiga keladigan bo'lsak, xo'sh, oshxonasi ham o'zlari uchun bitta kuxnadan o'rnatib olasizlar. Katoliklari bor, xo'sh, gazlari bor. Remont juda обычный zo'r bo'lgan. Xo'sh, endi sanuzelga keladigan bo'lsak, sanuzel ham zamonaviy jihozlangan. Issiq suv, sovuq suv, hamma narsasi bor. Yashash uchun qulay. Xo'sh, domni xarid qilish uchun pastda nomer qo'yamiz. Shu nomerga telefon qilib, narxlar haqida ma'lumot olishlaringiz mumkin. Hozircha sog' salomat bo'linglar. Bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Kommentariyada o'sha necha foizga ishlaysiz, nima qilasiz, dom sotilgandan keyin bizda undaqa narsa yo'q. Faqat telefon qilasizlar, biz obzor qilib beramiz. Xaridor bilan o'zlaringiz pulini gaplashib, o'zlari sotasizlar. Faqat biz reklamasini qo'yib beramiz. Biz foizga ishlamaymiz o'rtoqlar. Xo'sh, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Hozircha sog' salomat bo'linglar.